Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, meni kuzatib turgan barchaga salom. Men sizlarga hozir o'zim endi yangi boshlagan biznes g'oyani ko'rsatmoqchiman. Bu Green Life. Bunga ishonishimga asosiy sabab uzoq muddatdan beri O'zbekiston hududida borligi. Men ancha-muncha narsaga uncha qiziqmasdim men. Meni qiziqtirgan narsasi ko'p vaqtdan beri O'zbekistonda bor, o'zi faoliyat ko'rsatib kelyapti. Men ham shunga a'zo bo'ldim. Bunda bitta yaxshi tomoni bor ekan. Shartnoma qilasizlar. Albatta pulli shartnoma. Shartnomada, lekin shartnoma qilingandan keyin pulingizga yutkazmaslik tomoni bor ekan. Tikkan pulingiz 1,5 barobar bo'lib qaytadi. Ishlamasangiz, hech nima qilmasangiz, agar ishlab o'zingiz ustingizda ishlab, misol mahsulotlar to'g'risida odamlarga tushuntirib yoki o'sha mahsulotlarni olib ustiga foydasini qo'yib sotsangiz ham bo'ladi. Do'koni borlar uchun ham juda foydali narsa ekan bu. Men o'zim ko'rdim. Sizlarga a'zo bo'lganinglarda shartnoma beradi. 90 yillik bo'ladi. 90 yilga shartnoma bo'ladi. Referalni ishi ham bor buni. Agar o'zingizlar biron referal odam olib kelsanglar, u orqali ham pul to'laydi. Mahsulot olib sotsanglar, u orqali ham pul to'laydi. Yana bitta plus tomoni sizlarga pensionni ham ketadigan. Men shuni ko'rdim hozir mana marketing strukturasini ko'rsataman mana. Xo'p, menda hozir новая struktura mana referalniy bonus bor. Keyin komanda bonusi bor. PV ballardan tushadigan bonuslar, cashbacklar. Bonus mana PV ballar bu ham. Bu ko'tarilib boraveradi urveninglar. Qancha kattaroq shartnomaga a'zo bo'lsa, shu ko'tarib borilaveradi. Buni yaxshi tomoni, yana bitta yaxshi tomoni. Mahsulotlari juda sifatli, yaxshi narsa ekan. Men o'zim olib ishlatib ko'rdim. O'zim ko'rdim. Qiziqqanlar men albatta nomerim bilan hammanaqasini tashlab qo'yaman. Ma'lumotlarni bemalol bog'lanishinglar mumkin. Meni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta obuna bo'lib, shu videoga like bosib qo'yinglar.